Yana 5 yilgacha rastrojkaga chiqarib beraman. 5 yilgacha o'zini pulini bo'lib xuddi avtosalonni ermay qilgandek bir yo'q, buni hisobladik. To'g'risini aytaman, o'zim hisobladim. Oylik to'lovi 1.599.000 so'mdan chiqyapti. 5 yillik. Ana shu gapingiz uchun o'zingiz nomeringizni qo'yib qo'yaman videoni boshidan oxirigacha. Qo'ying, men o'zim chiqarib beraman 5 yilga. Bu Tiggo 9 avtomashinamizning gibrid avtomashinasi bu. Ana gibrid noyob rangidan noyob, pul olinmaydi bizada. Salonni ham rangini bordoviy rangidan qilib berishimiz mumkin. Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan qadrli do'stlarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan o'z kanalida aziz do'stlar, Buxoro shahridagi Cherry avtosalondamiz. Ko'rib turganlaringizdek, Bulat Avto City o'z ichiga qamrab olgan avtosalonlardan bittasi Cherry Buxoro avtosalondamiz. Qashqadaryodan kelaverishga chap qo'lga, Xorazmdan kelishga o'ng qo'lga bir qator avtosalonlarni ko'rib turganlaringizdek, Xorazmdan kelishga o'ng qo'lga bir qator avtosalon, Cherry Buxoro avtosaloni. Ana shu avtosalondan bugungi yangilik, ya'ni ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Agar video sizga qiziq bo'lsa, like, kommentariyani yozib, videoni kuzatsalaringiz, siz so'ragan ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Agar ma'lumotlar ololmagan bo'lsangiz, ekranda qo'yilgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Biz ichkaridan kirib videoni boshlaymiz. Mana ish vaqti 9 dan 8 gacha bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Cherry Buxoro avtosaloniga kirib keldik aziz do'stlar. Mana Bonu singlimiz kutib oldi bizni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Obunachilarimizga ham alohida assalomu alaykum. Bugun Cherry Buxoro avtosalonida eng katta yangilik bilan chiqyapmiz. Xudo xohlasa videoni oxirigacha kuzatishsa, to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi. 5 yillik rastrojkaga Cherry Buxoro avtosalonini startini berdim. 5 yillik. Ana shu gapingiz uchun o'zingiz nomeringizni qo'yib qo'yaman videoni boshidan oxirigacha. Qo'ying, men o'zim chiqarib beraman 5 yilga rastrojkaga. Bu hazil emas. Hazil emas, rostakamiga telefon qilishadi, to'liq ma'lumotni berishadi. Aytishlari mumkin, boshlang'ich to'lov qimmat bo'lsa kerak, bu yo'q. Biz hozir avval esingizda bo'lsa 30% bilan 1 yilga chiqarib berardik. Biz 30% bilan 3 yilga chiqarib beryapmiz rastrojkamizga. Qo'yilgan nomerlar albatta Bonu nomeri, telefon qilib ertaga kech telefon qilaverasiz. Nechidan keyin telefon qilasiz? Yo, 24 soat ishlayapman o'zi. 24 soat ishlayapti Bonu xalq uchun. Bo'lmasa mana shu mashinadan boshlaymiz-a Bonu? Da, boshlaymiz. O'zi 5 yillik rastrojkani bundan boshlaganmiz o'zi. Shunday. Buni o'zi minib ko'rish yo bu haqida aytib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Chunki o'zi bu avtomashinani bilgan biladi. Xalq bilib bularni obzorni qilish shart. Faqatgina narxini aytib narxini aytamiz. Skidkalari 5 yillik rastrojkasini tushuntirib o'taman. Narxi o'zi 239 million 900, foyda, ya'ni skidkada 25 million foyda asosida xarid qilsalar 214 millionga shunaqa inomarka minishlari mumkin. Full pozitsiyasi 279 million 900, unda ham 25 million nimasi bor, skidkasi bor. Bemalol arzonda yana 5 yilgacha rastrojkaga chiqarib beraman. 5 yilgacha o'zini pulini bo'lib xuddi avtosalonni ermay qilgandek bir. yo'q, buni hisobladik. To'g'risini aytaman, o'zim hisobladim. Oylik to'lovi 1.599.000 so'mdan chiqyapti. Shuncha qancha pul to'lasa 1.500? Boshlang'ich to'lov 55, 50%, 60% to'lashsa agar bemalol chiqarib beramiz. Avval 70% bilan 48 oyga edi, bilsangiz. Shunday edi. Unaqa emas. Boshlang'ich to'lovni ham pastlatib qo'ydik. Oylik to'lovni ozgina arzon qildik-da. 5 yilgacha bemalol. Kuniga 50 mingda. Kuniga 50 ming so'm. Даже u pulga o'sha ko'p kishi abed qiladi. Abedga ham uncha ko'proq pul ketsa kerak menimcha. Olib, misol uchun to'liq kuni bo'yi taksi qilmaylar, bir shunday ishlari borguncha bir 4 ta 5 ta yoki bir 10 ta odam mindirsalar, o'sha kunlik to'lov chiqib turibdi. Turibdi-da. Yandex ishlaylarmi, xohlasalar agar o'zlari taksilik qiladilarmi yoki o'zlari biror joyda ishlaydigan bo'lsa 2 million 3 million oylikka ham bemalol yetib olib bo'ladi. Chunki biz xalqni o'ylagan holda bu narsani qildik. Xalqimiz o'sha uchun shu yerda o'zi to'dalanganlar, ko'p kishi biladi o'sha rastrojkani ochligini. Yaqinda Ariza 6 Pro'ni yo'nalishi bo'ladi. Bu yaqin kunlarda 20-yilgacha boradi. Telefon qilishadi, to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi, qachon chiqishini, qachon o'ynalishini, nimalar bo'lishini bitta batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qilishadi. Biz batafsil ma'lumotni beramiz. Chunki Ariza 6 Pro berilishini xalqimiz 12 ta viloyatdan ham kutishyapti. Shuncha 12 ta viloyatdan xarid qilgan bor. Cherry avtosaloni Buxoroda. Men aytmoqchimanki, bu gapim bilan biz bitta Buxoro shahari uchun emas, Qarshiga deysizmi, Samarqand, butun respublika bo'yicha mashinalarimizni chiqarib beryapmiz. 5 yillik rastrojkamiz ham 12 ta viloyatga amal qiladi.
Shunday. Bu Tiggo 9 avtomashinamizning gibrid avtomashinasi bu. Ana gibrid noyob rangidan Noyob, ko'rganlarda ha. videoga endi qanday Ko'ring, ko'rinyapti? matviy rang. Hali bu Shunday. 12 ta viloyatda ham yo'q bu avtomashinadan. Bu kim birinchi xarid qilsa, bu uchun katta bonus qo'yilgan. Katta bonusimiz bu o'zi gibrid, lekin to'liq bak benzinda qilib beramiz. Hozir orqa tomonlarni bir ko'rsak, ko'rib turgan ko'kalarimizga. Chunki juda ko'p ko'rsatganimiz yo'q, bir 2 marta Yo'q, ko'rsatdik deyarli. bu avtomashinani ko'rsatish hali mumkin emas. Agar ko'rmoqchi bo'lsalar, agar avtosalonimizga tashrif buyursalar, narxlari bilan kelishsalar, narxlarni aytamiz, skidkalari bilan tanishtirib o'tamiz. Rasroshkalari ham bor. Bemalol yoki telefon qilib, yoki qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Ha, telefon qilasizlar. Ha. Bu avtomashinamiz hali ko'p kishiga qiziq bo'lgani uchun hali ichini ham ko'rsatganimiz yo'q. To'liq ma'lumotni bermaganmiz. Bu avtomashinani borni o'ylayapti. Sotsammi, sotmasammi, o'zim minsammi? O'zim minsam kerak. O'sha uchun telefon qilasizlar aziz do'stlar. Telefon qilganlaricha. Yo'q, nimaga ko'rsatilmayapti? Yaqinda o'sha ariza olib beriladi dedim-ku, o'shanda 3 ta avtomashinani prezentatsiyasi bo'lib o'tadi. Ya'ni o'sha payt kelib, bemalol test drive qilib, minib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Yashang. Keyingi mashinamiz to'g'risida ma'lumot olamizmi? Bunga telefon qilaverasiz do'stlar. Buni narxlari unchalik qimmat emas. Bu bunaqa 4x4 rejimida bo'lsa ham, keyin bu gibrid-ku. Bizda ko'p kishi gibrid yaxshi emas, benzin deydiganlar uchun 2 turbina motorlik 347 ta ot kuchiga ega. Buni benzinlik varianti ham bor. Ha, benzinli variant. Xuddi o'ziga o'xshaydi, faqat gibrid emas. Bu gibrid bo'lsa ham benzinda, ham tokda yuradi. To'liq bak bilan, to'liq zaryadka bilan bemalol 1400 kilometrni bosib o'tib bo'ladi. O'zimiz yaqinda test drive qildik, Instagramga o'tib, Cherry Buxoro avtosalonining Instagramiga o'tsalar, u yerda to'liq ma'lumot qo'yilgan videolari bilan to'xtab. Yashang. Biz tog'li joylarga borib, buni test drive qilib ko'rdik. Bu avtomashinamiz Malibu'ning kushandasi. Ha, shunday zo'r chiqdi bu. Hamma minib yuribdi, ko'chalarga ko'payib qolgan. Da, buni nimaga unaqa dedim? O'zi Malibu'ni yomonlamoqchi emasman. Lekin bu avtomashina tezligi bilan ham, quvvati bilan ham o'zi hammani ko'nglidan joy olyapti. Nimaga desak, chunki bu Rossiya muhitida topga chiqqan mashina. Topovoy mashina o'zi ko'p kishi ham biladi. Rossiyada buni minib ko'rganlar bor. Rossiyalik xo'ja akalarimiz bor, ko'radilar bizani. Telefon qilishadi, rasrochkani 5 yillik qilmaysizlarmi, bizga bo'lmaydi deyishadi. O'zim shaxsan o'tirgan paytim shu gaplar bo'ldi. Qo'lda bilasizku javob berib turaman. Keyin aytishdi 5 yillik rasrochka deyishdi. Qilib berdik uni ham, lekin bu avtomashinamizga 4 yilgacha, uzoq muddati 4 yilgacha qilib berganmiz. Ya'ni avtokreditga ham qizilga tushgan bo'ladilarmi? Yo mashina ololmayman, qizilga tushib qoldim, u bu desalar ham, biz bu avtomashinani lizing shartlari asosida chiqarib berib bilamiz. Lizing nimaligiga hali ko'p kishi tushunmaydi, nimaligini bilmaydi. Mashinangizni lizingga xarid qildingizki, masalan, kredit olsangiz agar, 1 oy, 2 oy qoldirsangiz, ustiga penya tug'adi. Kreditga olingan mashina. Bizda bu lizing shartlari asosida olsalar 3 oy bemalol yurishlari mumkin. Penya ham, foiz ham tug'maydi, o'zini o'sha tannarxini beradilar. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Bu narx qanchaga chiqyapti? Bu 2 xil komplektatsiyada o'zi 344 million 900 ga, 364 million 900 bu hozir full komplektatsiyasi. Full komplektatsiyasi. Ha, shunaqa. Minib ko'rishingiz mumkin. Bu avtomashinamiz changli havoda o'zi ko'p kishi biladi. Changli havoda o'zini havosini tozalab beruvchi, juda ham keng mashina qilayotgan harakatlanganda juda ham qulay harakatlanadi. Ayollarimizga ham, erkaklarimizga ham bir xil mos mashina. Buni men minib ko'rganim bilan ko'rib turgan aka-ukalarimiz his qilmaydiki, o'zlari kelib Buxoroga, yaqinga mana bayram bo'ladi deyapsiz. Bayramni tomosha qilib, test drive'lar. Ha, buni ham ko'rgazmasi bo'ladi. Bu avtomashinamiz ham ko'p kishiga qiziq bo'lgan avvaldan. Bundan juda kam ranglari keladi, kelishi bilan ketadigan avtomashina bu. Juda ham sanoqli. Kelgan paytlari sirazu biza topib berib bilamiz. Bu yo'q degani emas, faqat sanoqli keladi. Keyingi mashinamiz to'g'risida ma'lumot berib ketaveramiz. Bu avtomashinamiz
xalqimiz Tiggo tanigan 8 Pro. Tiggo 8 Pro avtomashinasi. Bu 7 kishilik o'rindiqqa ega avtomashina. O'zi bitta pozitsiyada bo'ladi bu. Bu avtomashinamizni ham 48 oygacha рассрочкасы bor. Bemalol 48 oygacha рассрочкаga xarid qilishlari mumkin. Bu avtomashinamizga bonus qilib parok, tonirovka, radiator zashta, polik qo'yganmiz. Xullas, bu hozir full komplektatsiyada olib kelib chiqib ketishlari mumkin. Ana Xitoylik akalarimiz ham tashrif buyurgan. Salom. Ana. O'zbekchani ham tushunayotgan aka. Akam Xitoydan tashrif buyurgan. Qo'y. Bo'ldi, o'sha bizada hamma narsa o'sha zavodskoy bo'lgani uchun ham bizada qani rasmiy diler hisobiga bizga 5 yildan 8 yilgacha garantiya asosida qilib berishadi avtomashinalarimizni. Yozma tamom bilan qilib berishadi. Ya'ni bizada servis ham mavjud. Servisimizda eng yaxshi va eng original narsalarni topishlari mumkin. Servisimiz bu tomonda, ya'ni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Xullas, DTVga uchraydilarmi? Avvalambor DTVga uchramasinlar, lekin bu almashtirishmi yoki konditsionerni frionini quydirishmi bo'lsa, hamma narsani biz o'zini joyidan keltirib, zavodskoy narsalar bilan ish ko'ryapmiz. 7 o'rindiqli mashina ma'lumotini bitta mavzusi ana. Kelib bemalol test drive qilib haydab ketishlaringiz mumkin. Necha puldan narxi? Test drive bor. Bu 399 million 900, ya'ni 25 million foyda asosida xarid qilishlari mumkin. 399 million 500, 400 million ekanda. Shundaymi? Ha. Bu skitka narxida akajon. Skitka narxida. Kelaverasiz. Hamma funksiya bor. Funksiyalariga adaptiv cruise control Funksiyani hammasi kiritilgan. Ha, звуковой управление deydilarmi? Звуковой управление bilan ishlaydi. Lukni yop desangiz lukni yopadi. Hamma xullas konditsionerni yo'q desangiz konditsionerni mashinaga o'tirib faqat dam olib ketasiz. Bir xil mashinalarga bor, o'tirasiz, shuna charchaganingizni his qilasiz. Uzoq yo'lga ketgan vaqtingiz. Imенно bu narsa bilinadi. Lekin bu avtomashinamizni mingan vaqt massaj сидения deysizmi, звуковой управление, adaptiv cruise control. Adaptiv cruise control nimaga kerak? Shu uzoq yo'lga ketyapsiz. Oldindagi mashinangiz 70 bilan ketayotgan bo'lsa, o'sha 70 bilan harakatlanadi. 60 bilan harakatlanayotgan bo'lsa, 60 bilan harakatlanadi. Bu degani juda ham yaxshi polasa удержанияsi bor. Polasa удержанияni bosib qo'ydingiz-ku, polasa bilan bir xil boraveradi. Bu degani sizni umuman ham charchatmaydi degani. Ana. Xullas, bu avtomashina haqida gapiramiz desak gap ko'p. 8 Pro Max bilan 8 Pro avtomashinamiz o'zi ikki xil komplektatsiyasi bo'lingan. O'zi bittadan pozitsiya bo'lib keladi. Bu o'sha legendarniy Tiggo 2 Pro avtomashinamiz. Tiggo 2 Pro avtomashinamizda 12 ta viloyatdan juda ham sanoqli qolgan. Ulgurib qolishlari kerak. Hozir buni 40 million so'm foyda asosida xarid qilishlari mumkin. Ya'ni bu o'zini tan narxi 214 million 900 bo'lsa, 174 million 900 ga Cherry Buxoro avtosaloni, faqat Cherry Buxoro avtosaloni chiqarib beradi. 174 millionga mana. 174 millionga chiqarib beramiz. Bunaqa naqdga ham, avtokreditga ham. Videoda boshlashimdan oldin 20 martalar keldi, log bo'lsa ham, log bo'lmasa gap bo'lmas, gap bo'lmasa log bo'lmas edi. Kelib treyler o'zi videoga tushlaman deganimcha ichkari garajga olib kirib ketdi. Biz hozir iloji boricha hammasini, Tiggo 2 Pro'larni hammasini olishga harakat qilyapmiz, chunki juda ham arzon bo'lgani sababli va bizani mijozlarning ko'pisi Tiggo 2 Pro avtomashinasiga ehtiyoji bor. Shunday arzon uchun o'sha mana yana keldi, yana sotilyapti. O'sha hamma ko'ryapti. Chiqib ketyapti, ana ko'ryapsiz o'zingiz ham. Mijozlarimiz 174 million. Yozingizlar, kelasizlar, kerak bo'lsa Cherry Buxoro qaytadigan avtosalonimiz dastavka qilib beradi. Dastavka, shartnomalar agar uzoq shaharda bo'ladigan bo'lsalar, Etigo bo'ya 12 ta viloyatga ham chiqarib beryapmiz deb. Bemalol 12 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishadi. Bizga shartnomani telefon orqali qilishadi, zalog tashlab qo'yishadi. Bizga hamma narsani qulayligini qilib qo'yganmiz. Даже banklarigacha bilasiz. Bankomatga ham banklarimiz ham bor. Ya'ni hozir havo issiq, salon baribir salqin. Havoni issig'ida bankka chiqqisi kelmaydi. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Havo issiq, quyosh urishidan qo'rqishadi ko'p kishi. Biz hamma narsani Vlad Auto City'dagi Cherry Buxoro avtosaloni ichida qilib qo'yamiz. Asaka desa Asaka, Davr desa Davr. Xohlagan bank bilan chiqarib beryapmiz. Yaxshi, zo'r. U foizlarni даже bizada kredit deyishadi-ku.
Biz o'sha kreditni o'ylagan holda buni skitkasini ham qilib qo'yganmiz. Yana foizlarni ham 1% dan bemalol 13%gacha xarid qilishlari mumkin. Bu yani sut ekinga tushyapti ularga. Keyingi mashinamiz aziz do'stlar, xalq sevgan, xalq bo'lgan 7 Pro. Bu ham erkatoy bo'lib ulgurgan shaharimizda. Chunki o'zi ko'p kishi minib ko'rgan. Bu narxi jihatidan ham arzon, pozitsiyasi jihatidan ham normalniy, ходовой jihatdan ham ko'p tanilgan bu avtomashina. Ходовойni nimaga aytdim? Balandroq. Baland. ходовой ancha-muncha yamalarni чувствовать qilmaydi, his qilmaydi. Buni haydab bilgan odamlar bilishadi. O'zi eski komplektatsiya bizda qolmagan. Bu 2026-yil full komplektatsiyada bo'lib kelgan. Bu birinchi pozitsiyasi. Oblisovkalarida faqat o'zgarish, ichki qismida ozgina kenglik, ballonlarida, diskalarida o'zgarish. Narxi qanchaga chiqyapti Bonu buni? Narxi buni 299 million 900. Mana. Bu birinchi pozitsiyasi, ya'ni 25 million foyda asosida. Bizda ko'kda ko'p kishi hisoblaydi-ku. 18 ta ko'kka bu normalniy deb o'ylayman. 274 million 900 ga chiqarib beryapmiz. 220 millionga. 274 million 900. 274 millionga. Bitta trekerni puliga. Da, zato trekerdan hozir buni treker bilan сравнивать qildingiz, taqqosladingiz. Trekerga unchalik funksiya yo'q. Bunda даже o'zini o'zi parkovka qilish, bunda звуковой управление balkim trekerda bo'lmasligi mumkin. Men minib ko'rmaganman. Bilmayman. Endi yomonlashish narx jihatdan deyapman. Yo'q, narxi yomonlashmas. Bizda birorta avtosalonga xusumatimiz yo'q, yoki birorta mashinaga xusumatimiz yo'q, faqat taqqoslashimiz mumkin. Shunday, narx. Taqqoslaganda, o'sha haydaganda ham, yo'lda ham bemalol bilinadi. Bu o'z kuchini ko'rsatib bo'lgan, hammani doveriyasiga kirib bo'lgan avtomashina. Shunday. Bu o'sha avtomashinani 7 Pro'ni ikkinchi pozitsiyasi. Buni o'sha ranglari o'zgargan. Uni ranglari o'zgargani uchun pul olinmaydi bizada. Salonni ham rangini bordoviy rangidan qilib berishimiz mumkin. U uchun ham pul olinmaydi. Bizada eng qulay narxda buni chiqarib beryapmiz. Qarang, даже 350 kameralari ham bor. Aziz do'stlar, Cherry Buxoro avtosaloniga tashrif buyurasizlar. Uni даже richaklari ham, o'shalarga ham o'zgarishlar kiritilgan. Rullarida ham 1,5 metrli panorama, ozgina keng, bagaji ham ozgina keng. Buni full komplektatsiyasida 7 kishilik o'rindiqga ega. Oilaviy, men o'ylayman bunaqa narxga arziydi. Chem boshqa avtomashinani xarid qilgandan ko'ra biz mijozlarimizga eng arzonini, ularni kittasini o'ylagan holda biz chiqarib beramiz. Har doim ham biz xalqning dardida bo'lgan bonuslarni aytib o'tdim. Eng katta bonus bu yaqinda ariza olib berilishi. Ikkinchi o'rinda biz to'liq bak benzin qilib beryapmiz. Nimaning hisobiga? Bu mashinani xarid qilishadi. Yo'llari uzoq bo'lsa, 12 ta viloyatdan sizni obunachilaringiz bizani so'rab kelsa, sizni obunachilaringizga alohida yashil stikerlari bilan, bilasizku, hozir yashil stikersiz mashinani Toshkentga qo'yishmayapti. Yoki boshqa shaharda ham o'zi bu narsa rivojlangan. Yashil stikerlarni ham, to'liq bak benzinlarini ham yaqinda bo'lib qoladi. Даже biz pravasini ham o'qitishga tayyormiz. Zo'r. Hamma qulayliklarni, чтобы bizani mijozlarimizni ko'ngli biz uchun isisin, yomon fikrda bo'lishmasin. Ko'p kishi kommentariyada yozadi, yolg'on yoki biror narsa. Mana bu salonga kelib to'q xarid qilishmasa, imенно bu avtosalonga kelib xarid qilishmasa bilishmaydi. Chunki buni bizdan oldin bo'lgan salonlar bo'lishi mumkin. Ular aldagan bo'lsa, biz ularning kasriga qolib ketishimiz kerak emas. Shunday. Biz har doim mijozlarimizga qilgan bonuslarimizni har doim otsifi bilan istoriyalarda qo'yib boryapmiz. Kuzatib bemalol Cherry Buxoro akkauntiga kirib kuzatishlari mumkin. Menimcha yetadi. Yetadi. Bu 8 Pro Max, 8 Pro bilan ikkalasi почти teng. Faqat bu 2 turbina motor, 247 ta o't kuchiga ega, 4x 4 rejimda yuradi. 7 kishilik o'rindiqga ega. Buni ham ichki salonining rangi bordoviy to'q shokolad rangda. Aziz do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz bir marta kelib, avtosalonga tashrif buyurib, mana shu yerga bir minib ko'rsalaringiz ham bir pul so'ramaydi hech kim.
ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Keyin Nima deydi? ko'p kishi Zerikdingmi so'raydi. deydi, sayohat qil deydiki, sayohat qilib ketasizlar. Ko'p kishi biladi. Bizada trading xizmati mavjud. Bundan oldin ham ko'p aytib o'tganmiz, lekin trading xizmatidan ko'p mijozlarimiz hali xabari yo'q ekan. Chunki telefon qilgan payt har doim so'rashadiki, trading xizmati bormi, barterga ishlaysizlarmi? Ya'ni eski mashinalarni keltiradilar, barter sifatida qilib biz eski mashinalarni olib qo'yib, pulini kelishadi. Bizada rasmiy diler-ku. Rasmiy diler hech qachon ham mashinani pastga urib narxini olmaydi. Chunki ular bilishadi, hamma narsa haqqoniy, hamma narsa sifatli bo'ladi. Tekshiriladi, o'shanga qarab narx chiqariladi. Bizada hech qachon ham arzon bo'lmaydi. Eski mashinalarni olib kelishadi. Xohlasalar mana bunaqa inomarka minib ketishadi. Xohlasalar Vlad Avtositiga kelib, 10 tagacha dilerskiy sentrdan kirib foydalanishlari mumkin. Chunki bizada bitta Cherry avtomashinasi emas, xohlagan turdagi avtomashinaga kirib, test drive qilib, trading xizmatidan foydalanishlari mumkin. Yashang. Sizga katta rahmat aytib qolaman. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilishadi, yana ham to'liqroq ma'lumot uchun yoki avtosalonimizga tashrif buyurishadi. Avtosalonimiz Buxoro shahrida joylashgan. O'sha Karvon chorrahasidan o'ngga qaytishda Prezident rezidensiyasi ro'parasidagi Vlad Avtositida joylashgan Cherry Buxoro avtosaloni. Vlad desa o'zi Buxoroda ko'p kishi tanishadi, bilishadi ham, keltirib qo'yishadi agar taksiga minadigan bo'lsalar yoki mashinalari bo'lsa, Vlad Avtositi deb yozadigan bo'lsalar chiqadi yoki Cherry Buxoro avtosaloni deb yozsalar chiqadi. Aziz do'stlar, Vlad Avtositi, ya'ni Cherry avtosaloni Buxoroga kelsalaringiz, xush muomala bilan kutib olib, choy desangiz choy, kofe desangiz kofe. O'zim shaxsan bonuslar bilan chiqarib tanishtirib beraman. Issiq kofe bilan sizni kutib oladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizga rahmat aytib qolaman.